kredit olgan bo'lsangiz, xorijga chiqa olmaysizmi? Nimaga bunaqa deyapman? Chunki O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibi to'g'risidagi nizomni 45-bandini G kichik bandiga asosan agar xorijga chiqishga to'sqinlik qiladigan shartnoma yoki kontrakt tuzgan bo'lsangiz va mana shuni majburiyat amal qilish muddati tugagunga qadar sizga biometrik pasport berilishi rad etilishi mumkin. Kreditingiz shunday shartnomami? Menimcha yo'q. Chunki kreditni shundoq ham to'layverasiz. Shartnoma tuzilgan, chetda bo'lasizmi, O'zbekistonda bo'lasizmi, uni majburiyatlarini bajarishingiz mumkin. Ya'ni to'lovlarni o'z vaqtida qilishingiz mumkin. Masalan, aytaylik, bir biznesingizga nimagadir kredit oldingiz yoki uyga oddiy misol, qandaydir bir buyum olish uchun yoki uy olish uchun deylik, masalan, oldingiz, bank sizga berdi. Keyin undan keyin siz uni oyma-oy so'ndirib borishingiz kerak kredit pulini. Endi siz chet elda bo'lsangiz ham, aytaylik, masalan, bir haftaga ketgansiz yoki bir oyga ketgansiz. Bu siz majburiyatingizni bajarishingiz mumkin. Shuning uchun kreditim bor degani xorijga chiqa olmayman, menga o'sha qizil pasport, xorijga chiqish biometrik pasporti ham berilmaydi deb o'ylash noto'g'ri.